Assalamu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bag'ot aka-uka avtosavdo kanali obunachilari. Bugun 2025-yil 12-oktyabr navbatdagi savdomiz Nexia 2 mashinamiz bo'ldi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz Xank Alazadan obunachilarimizga berdik. Mashinamiz narx puli 52 million so'm bo'ldi. Mashinamiz alg'an insonlar ba'zi sabablarga ko'ra video atishni xohlamadi. Shuning uchun o'zlarimiz video qilib qo'yib beryapmiz. Mashina 2014-yilda ishlab chiqarilgan. 52 milyon so'm naqd pul bo'ldi savdosi. Metan gazlar ham bor. Haydashga tayyor edi mashinamiz. Kelaverasizlar. Shunday savdolarimiz qilib beraveramiz qo'ldan kelgancha. Arzon mashinalar bo'lsa, aksiyalik mashinalar bo'lsa tashabbus beraveramiz. Sizlar ham sotiladigan shunday mashinalaringiz bo'lsa, ikkasingizlar sotib berish variantlari bor. Savdo zo'r, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Rahmat. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, bir kommentariy yozib, o'zlaringiz fikrlaringizni bildirib boraverasizlar. Rahmat.